Assalomu alaykum barchaga. Yana Andijon Turikofon kanalidasizlar do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir dona like tugmachani sizlardan umid qilib qolamiz. Obunachilar, bu ishimizni mana ko'rib turibsizlar. Arkafon fasonda oqqa mokriy qilib, tarnovlarni ham qo'yib berdik obunachilar. Bu ishimizni Shahrixonda qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz obunachilar. Sizlar vodiydanki bo'lsanglar, keyin nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Albatta sizlar buyurtma bersanglar, sizlarda ham xonadonliklar bor, xuddi shunaqa ko'rinishda fasonlarda qilib beramiz obunachilar. Xudo xolasa mana shu ko'rib joylarimiz qoldi. O'rab chiroyli qilib beramiz. Yana albatta o'sha bitgandan keyin yana bitta joylaymiz obunachilar. Bu ishimizni Xollanbeyda qilyapmiz do'stlar. Xudo xolasa Shahrixonda qilib beryapmiz. Xollanbey ko'chasida, xudo xolasa ko'chadan o'tganda, bozordan o'tganda ko'chalarda qilib beryapmiz. Kimgaki shunaqa fasonlardan xizmatlar bo'lsa, kimdir xonadoniga Turikofon shunaqa mana ko'rib turganinglardek robotxonamiz va chekalariga manaqa deylarli qilib, xudo xolasa mana chiroyli qilib beryapmiz. Qo'ldan kelgancha darajada biz ishimizni olib boryapmiz obunachilar. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib, bir dona sizlardan like tugmachalarini kutib qolamiz obunachilar. Xudo xolasa mana ichki shapkalarimizni ham ko'rasizlar. Inshaalloh ishimiz yoqqan bo'lsa, sizlardan like tugmachalarini kutib qolamiz obunachilar. Bu ishimizda oqqa mokriy rangida qilib beryapmiz. O'rtasida bortda figuralar beramiz. Hali albatta joylagan bitgan holatini inshaalloh qo'yib beramiz. Mana ichki burchaklarimizni ham ustalarimiz Farruh akam xudo xolasa chiroyli qilib ustalarimiz tarafdan o'tilyapti obunachilar. Kimgaki qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga biz qo'ldan kelgancha go'zal holda qilib berishga biz davom etyapmiz obunachilar. Mana ko'rib ashkalarni mana holda qilib beryapmiz do'stlar.